Osmon ahli ham, yer ahli ham sizni yaxshi ko'radi. Jannat esa unga kirishingizdan oldin qalbingizga joylashadi. Alloh yagona suyanch va panohdir. U bizga bo'yin tomirimizdan ham yaqinroqdir. U bizni ko'radi, biz esa uni ko'rmaymiz. Shunday bo'lsa-da, u bizni sharmanda qilmaydi, balki ayblarimizni yopadi. Gunohlarimizni kechiradi va o'ziga chiroyli tarzda qaytarishni xohlaydi. Insonlar qonuniga ko'ra, agar siz 99 marta to'g'ri ish qilib, agar bitta xato qilsangiz, ko'pchilik ana shu bitta xatoni eslatadi. Ammo Allohning rahmati shundayki, agar siz 99 marta xato qilib, bir marta chin dildan yaxshilik qilsangiz, 99 marta qilgan xatoingizni kechirib, Alloh o'sha bitta yaxshiligingizni qabul qiladi. Ey Alloh, sen naqadar karamli va mehribonsan. Ar-Rahman alal arshi istawa. Bu yerda Alloh taolo Al-Jabbar